Immun patrul bu yuqumli kasalliklar, immunitet tizimi va vaksinalar haqida o'yinga asoslangan ta'lim tajribasi. Sinfda foydalanishga tayyor. Immun patrulni ilm-fan va sog'liqni saqlash bilan bog'liq darslarga kiritish mumkin. O'qituvchi yoki talabalar immunologiya yoki vaksinologiya sohasida oldindan bilimga ega bo'lishlari shart emas. O'qituvchi qo'llanmasida to'plamning didaktik tuzilishi va umumiy o'quv natijalari aniq tushuntirilgan. Shuningdek, sizga har bir modul uchun bosqichma-bosqich qo'llanma taqdim etiladi. Bu o'quvchilaringizni turli tadbirlar orqali boshqarishga ko'maklashadi. O'qituvchi sifatida sizning vazifangiz Immun patrul akademiyasining xayoliy dunyosida sodir bo'ladigan ushbu o'quv jarayonini osonlashtirishdir. Sizning talabalaringiz akademiyaga yozilishadi. U yerda ular yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish, vaksinalarni ishlab chiqish, jamoaviy immunitetni shakllantirish va zarar yetkazishdan oldin noto'g'ri ma'lumotlarni aniqlash kabi qiyin topshiriqlarni bajaradilar. Siz o'qituvchi sifatida kirasiz. Sizning talabalaringiz esa kichik guruhlarga bo'linib, talabalar sifatida yozilishadi. Barcha guruhlar o'zlarining noyob avatarlarini yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu avatar barcha 6 ta o'quv modullarida ularning guruhlarini namoyish etadi. O'quv jarayoni yuqumli kasalliklar va ularni yuqtirishga bag'ishlangan birinchi moduldan boshlanadi. U bitta yo bir nechta yoki qolgan 5 ta immunitet tizimini, vaksinalarni, jamoaviy immunitetni va manbalarni tanqid qiladigan modullar bilan birga o'qituvchi belgilagan tartibda bo'lishi mumkin. Har bir modulni boshlash uchun talabalarga kirish videosi taqdim etiladi. Buning ortidan sinf topshirig'i keladi va olingan bilimlarni qiziqarli tarzda amalda qo'llaydigan raqamli o'yinga asoslangan vazifa. Talabalar mini ensiklopediyaga ham kirishlari mumkin. U yerda muammolarni hal qilishda yordam beradigan qo'shimcha ma'lumotlarni topishadi. Har bir modul yakunida siz guruhlarning rivojlanishini ko'rib chiqasiz. Ko'rib chiqish jarayoni modulning o'quv natijalari qisqa bayon qilingan umumiy slayd yordamida o'tkaziladi. Bu sizga talabalaringiz bilan o'tilgan mavzularni muhokama qilish va o'ylab ko'rishga yordam beradi. Immun patrul o'yinini istalgan vaqtda to'xtatishingiz mumkin. Umid qilamizki, Immun patrul dunyosiga kirish sizga yoqadi. Keling, boshlaymiz.